to'rtinchi rasmda sal xatolik ketibdi chizmada. Botiq linzada tasvir yasash uchun buyumdan linzaga bosh optik o'qqa bitta parallel nur dastasi jo'natiladi. Hop, bu nur dastasi linzadan o'tganda sochib beradi. Sochuvchi linzada. Bu nurni teskarisiga davom ettirsak, fokusidan o'tib ketadi-da. Fokusda yig'ib beradi. Keyin xuddi shunday linza markazidan ham bitta nur o'tkaziladi. Ikkita nur kesishgan nuqtada uni buyumni tasviri hosil bo'ladi. Ikkovi ham bir tomondan hosil bo'ldi tasvir. Mavhum kichiklashgan, to'g'ri tasviri hosil bo'ldi. Hop. Keyingi masalalar 34. O'quvchi lazer nurini suv yuzasidan qaytishi va sinishi bo'yicha tajriba o'tkazdi deyapti. Tajriba uning sinish burchagi qanday bo'lgan deyapti. Endi har bitta shkala hisoblab chiqish kerak-da. Misol uchun mana 0 dan 30 gacha nechta shkala bu? Misol 5, 10, 15, 20, 25, mana 30 ga to'g'ri kelyapti. 35, 40, 45 gradusga to'g'ri kelyapti. Endi mana bu sirt bo'lsa, sirt tekis bo'lsa, tushgan nur bilan qaytgan nur ikkalasi teng bo'ladi. Endi tushuvchi nur mana bu normal deyiladi. Shtrix chiziq normal. O'sha normalga nisbatan yoki vertikalga nisbatan tushish burchagi alfa. Mana bu qaytgan nur bo'lsa, qaytish burchagi beta. Mana bu vertikalga nisbatan sinish burchagi deyiladi gamma. Sirt silliq bo'lsa, alfa bilan beta teng bo'ladi. Tushish burchagi bilan qaytish burchagi teng bo'ladi. Sinish burchagini so'rayapti, hisoblab chiqdik. Mana bu yergacha 30, 35, 40, 45 gradusga to'g'ri keldi gamma. Va javob